Assalomu alaykum. Agar siz bu yil dizaynerlik yo'nalishiga tayyorlanayotgan abituriyent bo'lsangiz, ushbu video siz uchun eng qizig'i oxirida. O'zimni tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni shaxsan o'zim dizaynerlik yo'nalishiga Kamoliddin Behzod nomidagi institutga 1-yil o'zida o'qishga kirganman va bu kirishimda men uchun nima motivatsiya bo'lgan siz bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi men uchun motivatsiya bo'lgan narsa bu o'zimni orzuyim ustida turganim. Ya'ni hech kim meni bu fikrdan ko'pchilik harakat qilishgan. Shaxsan uydagilarim, onam meni meditsina yoki yuridik sohasida o'qishimni juda ham xohlashgan, harakat qilishgan, lekin men o'zimni fikrimda turganman va o'zimni fikrimda kurashganman. Boshida to'g'risi ular juda ham qarshilik bildirishgan, lekin meni har doim qo'llab-quvvatlashgan. O'z harakat qilganman. Shaxsan o'zim Binkov kollejida o'qiganman dizaynerlik yo'nalishida va o'sha paytlarda tayyorlanib yurgan paytimda Kamoliddin Behzod borligini bilganman va o'sha institutga tayyorlanmoqchiman deganimda uydagilarim yo'q, shuncha rassomchilik sohasida o'qiganing yetadi, chunki men rassomchilik maktabda ham va rassomchilik kollejida ham o'qiganim uchun yetarli. Meditsina yoki yuridik sohasida borgan, o'qib ko'rgan deb rosa harakat qilishdi, lekin yo'q, men shuncha yil o'qidim, institutiga ham kirmoqchiman deb har doim o'zim fikrimni bildirganman. Faqat buvim meni har doim qo'llab-quvvatlaganlar, tinch qo'yinglar, bir imkoniyat beringlar, harakat qilib ko'rsin deganlar va buvim gaplari bilan meni qo'llab-quvvatlashgan va o'sha paytlarni o'zida men juda ham yaxshi chizardim, o'zim ustimda juda ham ko'p ishlaganman, lekin menda rassomchilik maktab, rassomchilik kollejida o'qigan bo'lsam ham menda ijodiy imtihonga kirish uchun menda yetarli bilim bo'lmagan. Ya'ni surishtirganda ijodiy imtihonda ma'lum bir bilet tushar ekan va shu bilet asosida 5 talik kolleksiya chizib berish kerakligini bilganman va bu menda bilim yo'q edi va men o'zim uchun institutga tayyorlanishim uchun kurs topganman, lekin uydagilarim hayron bo'lishgan. Sen nimaga kursga borasan? Shu maktabda o'qisang, kollejda o'qisang, shu yo'nalish bo'yicha nimaga kursga borasan deb hayron qolishgan. Men ularga tushuntirganman, ular baribir g'alati bo'lishgan, chunki shu sohani egasi yana kursga borishi g'alati deb o'ylashgan va men o'sha paytlarda yaxshi chizganim uchun ustozim meni o'zlarini yordamchilari qilib olganlar va o'sha paytlarda men rassomchilik sohasidan dars berib yurganman, ya'ni ustozimning yordamchilari bo'lib va o'sha ishimdan topgan pulimni o'zimni kursimga borishim uchun sarflaganman. Hammasini sarflaganman. Ham haykalga borganman, ham libos dizaynerligiga, ya'ni ijodiy imtihonda tushadigan bilet asosida tayyorlanishga borganman va bu qarorim meni butun bir kelajagimni belgilab berdi deb ayta olaman, chunki qachonlardir o'sha paytlarda tayyorlanganim meni shu darajaga olib keldi. Bu haqiqat va sizlarga ham tavsiya qilaman, ijodiy imtihonga tayyorlaning. Agar siz dizaynerlik davlat institutiga topshirayotgan bo'lsangiz, ikkita yo'nalishdan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Ya'ni chizma tasvirdan haykal chizish berishingiz kerak bo'ladi va ikkinchisi dizaynerlikdan 5 ta modeldan iborat bo'lgan ma'lum bir bilet asosida chizib berishingiz kerak bo'ladi va bu narsalar, bu yo'nalishdan ikkitasidan ham men tayyorlanganman. Va o'sha paytda o'zimni topgan pulimga borganim uchun juda ham darslar qadrli bo'lgan. Chunki o'zim darsim uchun, o'zimni kursim uchun o'zim ishlab topgan pulimni sarflaganman. Hammasini. O'sha paytlarda o'rtoqlarim to'y sezoni, yoz, hamma to'yga nima kiy deb o'ylab yurgan paytida men bugun ijodiy imtihonda qaysi biletiga chizib ko'ray ekan deb hayolimda har doim shu narsa aylangan va o'sha ijodiy imtihon vaqtiga ham qo'yib ishlab borardim. Shu paytlarda
to'ylarga bormasdim, bo'yanmasdim, kosmetika, hattoki o'zimni telefonimni shotimga ham pul to'lov qilmaganman, chunki nimaga sezib qolganman, agar mani shotimda bo'lsa men sekin Instagramga yo Telegramga kirib ketar ekanman, shuning uchun shotimga tashlamasam shotimda yo'q va har doim chizib davom ettiraverganman. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa ham telefon qilib topib olishadi, har doim telefonim yonimda, lekin shotimda yo'q. Shunaqa holatlar bo'lgan, o'zimni chegaralaganman va eng asosiysi undan tashqari kurslarga borganman va undan keyingi etapi bu hattoki o'sha ijodiy imtihonga tayyorlagan ustozim ham eng qizig'i kirolmaysan, qancha nechadir yil kirish kerak, dizaynerlik yo'nalishiga kirish qiyin deb o'zlari aytardilar. Men qo'rqib ketardim va hattoki ustozim ham kirolmaysan desalar, bu qanaqa bo'lar ekan, agar men kirmasam kim kiradi deb hayron qolardim. Chunki o'ylab ko'ring, rassomchilik maktabida o'qiyapsiz, rassomchilik dizaynerlik kollejida o'qiyapsiz, agar shu yo'nalishdagi institutga kira olmasangiz, bu sharmandalik yoki qanaqadir g'alati narsa bo'lishi mumkin. Shu sohada o'qigan odam kira olmasa shu yo'nalishdagi institutga deb hayron qolardim va ular tushuntirishardi, dizaynerlik juda ham talab yuqori, har kim ham kira olmaydi birinchi yili o'zida deb juda ham ko'p ma'lumotlar berishgan. Va bu meni qo'rqitgan va eng katta qo'rquvim bu meni onamni aytgan gaplari bo'lgan. Ya'ni mayli, men juda ham kurashganman, mayli senga imkoniyat beramiz, bu yil kirsang kirding, agar kirmasang biza aytgan yo'ldan borasan, ya'ni meditsina yoki yuridik sohasidan ketasan, kirsang mana shu yil kirding bo'ldi, agar boshqa imkoniyat bermaymiz deb onam aytganlar va men juda ham qo'rqib ketganman. Agar kirolmasang ham yozda bu joyda ishlaysan deb aytganlar va xayolimda men orzuyimdagi hayotda yashamas ekanman, birovlarning fikri bilan yoki birovlar belgilab bergan, ya'ni ota-onam belgilab bergan yo'ldan boraman, o'zimni tanlovlarim asosida emas deb juda ham qo'rqqanman va bu qo'rquvim menga foydaga bo'lgan va shu qo'rquvlarim orqasidan men institutga kirganman va hayot, orzularimdagi hayot meni haqiqiy hayotimga kirib kelgan va institutga kirishim meni hayotimni o'zgartirgan, dizaynerlik olamini ochib bergan deb ayta olaman. O'sha momentlarda ustozim kirolmaysan degan yoki tanishlarimiz ko'rganlar kirolmaydi deb aytganlar ham meni kirganimni eshitib o'zlari telefon qilib tabriklashgan. Ko'pchilik ishonmagan. Eng kirishingizga bog'liq, bu ijodiy imtihondan eng yuqori ball olsangizgina kirish ehtimoli yuqori bo'ladi va shuning uchun ham meni motivatsiyam onamni aytgan gaplari bo'lgan va hayolimda o'zimni tog' uchi, agar men institutga kirsam bu tog'ga zab etaman deb o'zimda hayollarimda bo'lardi. Agar kira olmasam bu tog'dan men yiqilib tushaman degan fikrlar bo'lgan. Tog'ga zab etish kerak. Shuning uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qiling va ijodiy imtihonda ham shu darajada o'zimni berilib ketganman. Ko'zim nima desam ekan, chizib bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqt beriladi va chizayotganingizdan keyin bo'ldi deb to'xtatishadi. Ijodiy vaqti tugadi va shu oxirgi momentigacha chizib o'tirganman. O'zim bilgan biletlar tushgan, o'zim oxirgi kursda tayyorlangan haykalim tushgan. Men xursand bo'lib ketganman. Chunki bitta qilgan ishingizni ikkinchi marta qilsangiz undan ham a'lo darajada bajarasiz va ikkita yo'nalishdan ham ko'nglim to'q bo'lgan. Uydagilarim so'rashganda, "Ha, nima bo'ldi ijodiy imtihon?" deb aytishganda, o'zimni doktorlardek his qilib, men qo'limdan kelgancha harakat qildim deb chiqqanman. Shunaqa emotsiyalar bo'lgan. Balki bu foydali ma'lumotlar sizga ham foydali bo'lishi mumkin va bu sizni rivojlanishingizga yaxshi ta'sir qila oladi. Xullas, qo'limdan kelgancha harakat qilsangiz, albatta natijasi bo'ladi. Mehnatlaringizni rohatini ko'rasiz. Hammaga talaba bo'lish nasib qilsin iloyim. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, hammasiga erishib yuringlar. Ya'ni dizaynerlik olami qanaqadir orzuyi bo'lsa, albatta amalga oshadi. Faqatgina harakat qilishingiz kerak va to'g'ri ustozdan, to'g'ri metodika asosida
o'rgansangiz siz yuqori ball olasiz va institutga birinchi yil o'zida kira olasiz. Bu isbotlangan shaxsan o'zim tomonimdan. Shuning uchun hammaga omad tilaymiz. Kirish hammaga nasib qilsin birinchi yil o'zida.